Itak do'stlar, hammaga salom ko'rib turgan yana bir xursandman. Juda ham ancha vaqt o'tdi. 2-3 haftalar bo'lib qoldi. Po'g'ayim YouTube'ga dars yozmaganimga. Ikkita yangilik bo'yicha hozir aytib o'taman. Bozor yangiliklarini, bozor hozirgi paytda qanaqa holatda borayotganini ko'rsatib boraman. Undan keyin imminni eng katta bo'lgan yangilik o'tgan hafta juda ham ko'pchilik eshitgan. Juda ham ko'pchilik hozirgi paytda Instagramda, Telegramdan savol berishyapti. Binancedan уже O'zbekiston so'mi olib tashlandi, qanaqa targovlik qilsa bo'ladi? Qayerda imminni targovlik qilsa bo'ladi endi? Chunki Binance O'zbekiston so'mini polniy olib tashladi P2P anuzdan, marketidan. Juda ham ko'pchilik hozir shoshib qolgan, qayerda sotib olishini, sotib olishi va sotilishini bilmaydi. Juda ham ko'pchilik hozir obmennikka yuguryapti. Hozirgi paytda juda ham ko'pchilik inson har xil saytlardan kirib, mashinskiy saytlardan kirib ham misol juda ham ko'p pul yo'qotishi mumkin. O'shaning uchun hozir qisqacha men sizlarga tushuntirib o'taman. Iloji boricha har xil saytlarga ishonmanglar, har xil saytlarga kirib birdaniga targovlik qilishga boshlamanglar, chunki ularning ko'pi sizlarni aldaydi. Juda ham ko'p aldab boradi. O'shaning uchun iloji boricha harakat qilinglar, eng ishonarli va eng yaxshi birjalarda targovlik qilishga. Nimaga imminni Binance O'zbekiston so'mini olib tashladi birjada? Bu bo'lishi kerak bo'lgan narsa edi, chunki sanksiyaga anchadan beri tushdi. Уже SNG viloyatlari bo'yicha, SNG davlatlari bo'yicha imminni Binance ancha vaqt o'tib ketdi, что u sanksiyaga tushgan edi. Birinchi rublni olib tashladi, keyin qolgan valyutalar mana hozirgi paytda o'tgan hafta O'zbekiston so'mini polniy olib tashladi. Nimaga? Hozirgi paytda juda ham ko'pchilik biladi, agarda O'zbekiston so'mida kim targovlik qilayotgan bo'lsa, imminni Binance yoki boshqa birjalarda targovlik qilayotgan bo'lsanglar, ko'proq Binancega juda ham katta kuch qaratilgan va kimdir Binance orqali tushib qolsa, Binance ko'rinib qolsa, masalan siz keldingiz, sizga o'g'irlangan pul tushsa, juda ham ko'pchilik P2P ishchilar buni biladi. O'g'irlangan pul tushsa, kirsa o'zi saytidan yoki masalan silka orqali telefonidan agarda Binance chiqsa bo'ldi, все уже masalan birdaniga o'shanga jinoiy javobgarlik tortilib, juda ham katta shtraf qo'yib 15 sutkadan boshlab уже bu yog'i juda ham qattiq javobgarlikka tortilib ketilayotgan edi. Mana hozirgi paytda imminni mana hozirgi paytda imminni olib tashlandi polniy O'zbekiston so'mi. Imminni Binance kirganda o'zi mana shunaqa jinoyatli narsalarga imminni Binance kirganda qolgan birjalar hali kirgani yo'q edi. O'shaning uchun endi men o'zim eng yaxshi targovlik qiladigan birja bu HTX. Masalan 6-7 yildan beri mana shu birjada targovlik qilaman. Juda ham ko'p narsalar, juda ham ko'pchilik insonlar bilan, juda ham ko'p klientlarim bilan mana shu hobby avval nomlanardi. Hozirgi paytda HTX nomini o'zgartirdi, kitayskiy birja. Mana shu birjada men targovlikni olib borardim. Nima? Buni qulayligi zo'r. Nimaga bu birja imminni? HTX birjasi birinchi navbatda masalan endi meni ko'proq qiladigan ishim bu P2P bo'lganligi uchun P2P marketda menga limit juda ham muhim. Agar men masalan kirganimda masalan qanaqa summaga birdaniga olishim 200 ming, 300 ming, 400 ming dollarga birdaniga bitta сделка ochishim mumkin edi. Hozirgi paytda ham rublda qo'yadi bu narsani. Masalan birdaniga minimalki 200 ming dollarga сделка ochishlaringiz mumkin. Binance unaqa narsa yo'q edi. Rubl bo'lgan paytda ham, lekin Binance unaqa targovlik ochish imkoniyati yo'q edi. O'shaning uchun HTX doimo nomer 1 men uchun, chunki bu yerda ne только o'zimizda juda ham ko'p xitoyliklar targovlik qiladi, juda ham ko'p xitoyliklar bilan masalan birdaniga oldi bu yerda qilib, o'shalar bilan o'zlaringizga klient qilib olib, uzoq muddatga yaxshi targovlik qilsanglar bo'ladi. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Juda ham ko'p klientlarim, xitoylik klientlarimni shu yerda topganman va 1 million 2 million dollargacha kuniga ularga USDT sotganman vaqtida. Hozirgi paytda endi ular kartasi yaxshi ishlamaydi. Moskvada juda ham ko'p kartalar hozirgi paytda blok bo'lyapti. O'shaning uchun juda ham ko'pi hozirgi paytda unaqa ishlamaydi, karta orqali ishlamaydi. Ko'pi nalishka orqali ishlaydi. Endi ko'proq ishimiz hozirgi paytda nalishkaga o'tgan. Xo'p, birinchi kirdinglar, HTX ga nima qilish kerak? P2P targovligiga kirdinglar, обязательно standartniy vuklatkaga o'ta olinglar, chunki premiumda O'zbekiston so'mi ko'rsatilmaydi. Juda ham ko'pchilik mana shu savolga ham qiynaladi. Aka bu yerda so'm yo'q degan birdaniga qarorga kelishadi. Yo'q, unaqa emas. P2P ga kirganda примерно standartniga olish kerak edi. Standartnidan o'tkirayotgan bo'lsanglar, O'zbekiston so'mini tanlab olasizlar. Tak, O'zbekiston so'mi ko'rib turgan bo'lsanglar, O'zbekiston so'mi turibdi. Birinchi vuklatkada ko'rayotgan bo'lsanglar, kichkina ob'yom 36 dollar, 47 dollar, 65 dollar. Filtrni qo'yish uchun sirazi olasizlar. O'zlaringizga kerak bo'lgan narsani, o'zlaringizga kerak bo'lgan bankda Humo, Uzcard, все. Qolgan narsa bu yerda kerak emas. И также Dostupningni qo'ysanglar ham bo'ladi, все, tanlasanglar ham bo'ladi. Dostupningni hozirgi paytda imminni onlayn bo'lib turib targovlik qilayotganlarni ko'rsatadi. Agar все-ni bossanglar, o'sha kim targovlik qilayotgan bo'lsa, hammani bemalol ob'явлениясini sizlarga chiqarib beradi. Ana endi ko'rayotgan bo'lsanglar,
922, 925, 15 dollar masalan 930 уже объем ketgan. 650 dollardan bu yoqqa уже объем ketyapti. 930, 940. Endi juda ham ko'p novichoklarga kim bilmaydigan bo'lsa bitta narsani aytaman. Ko'pik tugmasida doimo kursga qaraydigan bo'lsanglar, qanchalik pastga tushsanglar, shunchalik kurs narxi ko'tarilib ketaveradi. 980, 970. Ana endi prodat tugmasiga kirsanglar, qanchalik pastga tushsanglar, shunchalik kurs tushib ketaveradi. Nimaga? Chunki bu yerda ham объем oladiganlar kursni past qo'yib ketaveradi. Ko'rib turgan bo'lsanglar, 2300 dollarga qo'ygan 874 dan olaman deb. 874, o'tkazayotgan siz 30 dollar, 73, ketdi 8000 dollar, 1600, 2500, 99.900 dollar mana bittasi katta объемga turibdi 800 dan. No, o'shanga ham sotadigan odamlar bor. Chunki juda ham ko'pchilik masalan birdaniga o'zini kriptovalyutasini sotmoqchi bo'lsa, u maydalab o'tirmaydi, bitta odamdan targ'ibot qilgisi keladi va bitta odamdan pul qabul qilgisi keladi. O'shaning uchun 12800 dan mana shu yerda o'zidan olib, ko'pik tugmasiga chiqarib, объявление bilan 12950 dan bemalol sotsa bo'ladi. Bu degani уже 150 so'm raznica degani. Masalan, sredniy limitlardan foydalansa, boshqalar ketsa, sredniy 0.5 komissiya ketsa, 1%, 0.8 1% pribul qoladi. Endi bu 1 soat vaqt ketadi, 2 soat vaqt ketishi mumkin. Vaqt ko'proq nimaga bog'liq? Endi ko'proq vaqt ketishi bu qanchalik o'zlaringizga klient qabul qilishlaringizga bog'liq. Masalan, bir marta, ikki marta targ'ibot qilasizlar, olib sotasizlar. Sizlarni agar klient tanib qolsa, u постоянный klient bo'lsa, sizlarga doimo o'zi chiqadi. Chunki unga tayyor yuziti kerak. Sizga aytadi, "Sanda bormi?" "Da, menda bor, давайте сделка ochamiz, P2P orqali #X dan masalan o'sha yerda targ'ibot qilamiz." Nimaga imенно #X orqali, imенно Telegramdan targ'ibot qilish kerak emas, yoki просто SMS orqali targ'ibot qilish kerak emas. Bularning hammasi juda ham katta minusga olib boradi. O'shaning uchun ehtiyot bo'linglar. Iloji boricha, любой bitta inson bilan ishlaysizlarmi, savdo qilasizlarmi, boshqa qilasizlarmi, iloji boricha bozorga tortishga harakat qilinglar, chunki bozor bu sizlarning безопасностьlaringizni ushlab beradi. Shu tomonlama foydasi katta. Ana endi ko'radigan bo'lsak, Binance birjasi ham bugungi kunda juda ham yaxshi ishlayapti. И также Bitget birjasi O'zbekistonda hozirgi paytda juda ham so'mga уже o'tib olishdi. Endi Binance yopilgandan so'ng juda ham ko'p odamlar shu tomonga o'tib oldi. Именно Binance'ga, Bitgetda targ'ibot qilishyapti hozirgi paytda. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda O'zbekiston so'mi metodini oladigan bo'lsak, Homo Uzcard. Давайте Homoni olamiz. Ko'rib turayotgan bo'lsanglar, birinchi turayotgan kurs 1700 dollarga turibdi, 12990. 12998 sotilishi, sotib olishi 12817, 816, 813. Normalniy kurs. Mana bu yerda o'zida masalan birja targ'ibot degani, sizlar masalan birinchi birjadan #X birjasidan mana 922 deylik, mana shuni o'zidan 930 dan olib, sразу mana bu ikkinchi birjaga o'tkazib, mana bu yerga 300 dan qo'ysanglar ham ketadi. Na samom деле 300 dan 13000 dan qo'ysa ham ketadi. Endi limitni qo'yishlaringizga bog'liq. Вот и все, mana shuni o'zi ham sizlarga чисто pribul o'tirgan joylaringizda bemalol daromad qilsanglar bo'ladi. Juda ham ko'p aytganman, juda ham ko'p vaqt aytganman, shu har bitta endi kirayotgan novichok bo'lsa, iloji boricha targ'ibot qilinglar. P2P dan boshlanglar deyman. Nimaga? Chunki P2P 1000 dollar bilan 2000 dollar bilan ham endi novichok bo'lsangiz, bozorga kirayotgan bo'lsanglar, sizlarga foydasi katta, именно нормальный pribul qilib olishga, именно нормальный foyda bilan chiqishga juda ham foydasi katta bozorda. O'shaning uchun o'sha narsani esdan chiqarmanglar, bolalar. Xo'p. Hozirgi paytda ko'rayotgan bo'lsanglar, bundan 3-4 kun oldin 108,000, 109,000 bo'lgan paytida men Telegram kanal hozir silkasi ham chiqadi, o'zi ham chiqadi. Telegram kanalga bemalol kirib obuna bo'lib olinglar, bolalar. Juda ham ko'p narsalarni bozor shakli bo'yicha, qayerga ketishi bo'yicha juda ham ko'p narsalarni men Telegramda doimo aytib boraman. O'shaning uchun o'zlaringizga foydasi juda ham katta. Обязательно obuna bo'lib qo'yinglar, silkasi ham video pastda chiqadi. И также kim obuna bo'lmagan bo'lsa, YouTube'ga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki juda ham ko'p yangiliklarni shu yerga qo'yib boraman. O'zimning fikrimni ham aytib boraman. И также YouTube'ga, и также Telegramga obuna bo'lib qo'yinglar. Juda ham ko'p narsalarni, foydali narsalarni qayerda bepul targ'ibot qilsa bo'ladi, qayerdan bepul masalan pul ishlash yo'llarini ham, misol, и также YouTube'ga ham, и также Telegram o'zimning Telegram kanalimga ham ko'rsatib borishga harakat qilaman. Xo'p, hozirgi paytda bozorda nima kutyapmiz? Именно hozirgi paytda endi вот altcoin sezoni уже kutilyapti. Juda ham kam vaqt qoldi, chunki 2025-yil juda ham ko'pchilik kutayotgan narsa bu altcoin sezoni shuvi birdaniga уже bozor kamida misol 100-200% hamma pribul qilish xohlayapti. Nimagaki, nimagadir hozirgi paytda juda ham ko'p narsa to'xtalib qolgan. Chunki bozor aytilgan narsani qilmayapti, juda ham ko'p yangiliklar chiqyapti. Nimaga bozor past tepaga qarab ketmayapti degan savollar juda ham ko'pchilikni qiynayapti. Также bozor yaqin orada masalan o'sha 107,000, 108,000 bo'lgan paytida, давайте дневнойga qo'yamiz.
Hozir mana 111.950 bo'lgan paytda mana shu yerda juda ham ko'pchilik уже sotib olishga boshlagan. U именно novichoklar kirgan payt. Hozirgi paytda shoshilish kerak emas, chunki bozor pоворот qilishga boshladi. Men bu haqida o'zimni fikrimni aytgandim Telegramga, to'g'ri bo'lib chiqqan, polni. Hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, kamida $103,000 gacha tushdi. 102, $103 gacha tushadi degandim. 103,000 gacha tushdi уже. 103,700, вот, средний 103,000 да. Вот, 103,000 gacha, $30,000 gacha tushdi. Hozirgi paytda nima kutilyapti? Sredniy pozitsiya ketyapti. Hozir накопление degan narsa to'planyapti. Liba hozirgi paytda agarda sredniy 107-108 gacha kelib bo'lsa, уже ketdi. Dальше уже 130-140 minggacha kursni ko'rishimiz ham mumkin. 50 da. Men именно masalan targoviy strategiya bo'yicha juda ham top emasman. Endi yangiliklarni ko'rib o'zim bilganimcha men buni o'zimning fikrim sizlarga уже ayta olmayman. Lekin biror marta hali fikrim noto'g'ri chiqqani yo'q. Вот, endi ko'pincha spot targoviyda targovli qilaman, chunki spot targovli bu bir yilda sizlarga sredniy misol 50%, 100% gacha pribыл berishi mumkin. Вот, o'shaning uchun spot targovli bu juda ham yaxshi narsa uzoq muddatga. И также hozirgi paytda 103, 105 atrofida o'zi 105,340, bugun hozir ko'rayotgan bo'lsanglar почти 0,5% уже rost berilgan. Sredniy agarda buni hozir shu etapni urib qayta pastga qarab tursak, уже 98, 95 atrofida ko'rishimiz mumkin imенно Bitcoin. O'shaning uchun iloji boricha shoshma-shosharlik qilmanglar bozorda. Hech qachon birdaniga men doim aytib o'tganman, ko'rayotgan bo'lsanglar 75,000, 74,500 da, qachon mana ko'rayotgan bo'lsanglar 07, 04 da bo'lgan. O'tgan oy, bir oy ichida 119 minggacha ko'tarilyapti. Bu degani почти $40,000 plyus degani. Bitta Bitcoinning o'zining narxi 40 ming plyusgacha chiqdi degani. Bu degani birdaniga doim tepaga qarab o'smaydi. Chunki u o'sishi uchun yana ko'proq o'sishi uchun по-любому pastga qarab уже tushishi kerak. Chunki o'sha paytda mana bu yerda уже mana pikda kelganda уже sotishni boshlaganlar, mana bu pikda sotib olgan odamlar tepaga qarab chiqqanda уже sotishni boshlashadi. И также sotish boshlangandan keyin уже bozor narxi pastga qarab tushadi, esingizdan chiqarmang. Вот, qayergadir kelib to'xtaymiz deb, polni yana обновление qilamiz deb, tepaga qarab iloji boricha mana bu narxni обновление qilib tepaga qarab chiqib ketamiz. O'shaning uchun iloji boricha hozircha shoshmanglar. Ethereum bo'yicha, Ethereum meni eng yaxshi ko'rgan monetalarimdan biri. Ko'rayotgan bo'lsanglar 1300 gacha tushdi. Men 2,5 bo'lgan payt уже investitsiya qilishni boshlagandim. Oxirgi investitsiyam $1,400 bo'lgan. Hozirgi paytda 2696 da 2700 bo'lgan paytda men sotdim yaqinda. Почти 50% portfelni sotganman, chunki kutyapman. Sredniy ko'rayotgan bo'lsanglar накопление ketyapti. Xudo xolasa sredniy kutayotgan kursim bu 2200-2000 atrofida. Eng maksimum kutayotgan kursim bu 1800. Agar 1800 ursa bu вообще top. Уже 1800 urgandan keyin bemalol 3500, 3300 atrofida ko'rishimiz mumkin Ethereum. O'shaning uchun hozirgi paytda men пока kutyapman ожиданиеda. O'shaning uchun eslaringizdan chiqarmanglar, doim bozor bu ожидание narsa, kutiladigan narsa, iloji boricha kutib harakat, masalan nima deydi, shoshma-shosharlik qilib bitta narsaga qaror qilmanglar. O'zlaringizga minus bo'lib qoladi. O'shaning uchun pik bo'lgan paytida sotib olmanglar. Endi bilaman, masalan 2700, 2600 bo'lgan paytlar sotib olgan odamlarning soni juda ham ko'p. O'shaning uchun sotib olmanglar. O'shaning uchun iloji boricha kutinglar, paki 2200, 2300 уже почти mana 2300 ga tushdimi, уже почти 50% men o'zim boshlayman. Обязательно ko'rsataman. Почти 50% где-то 100 ming, 200 ming dollar masalan imенно efir o'ziga ajratib qo'yganim bor. O'shanga уже sotib olishni boshlayman. Вот. Так что sizlarga yoqqan bo'lsa, обязательно obuna bo'lishni unutmanglar. Qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yinglar, чтобы bundan keyingi chiqqan videolarni iloji boricha пропускать qilmaslikka. И также sizlarga yoqqan bo'lsa, обязательно like. Вот. Hammani ko'rganimdan xursandman. Darsha keyingi aytgancha kommentariyaga yozib qo'yinglar. Nima sizlarga ko'proq qiziq, nimani ko'rsatib boring ko'proq. Qanaqa savollaringiz bo'lsa ham обязательно kommentariyaga yozib qo'ysanglar, iloji boricha harakat qilamiz javob berishga. Так что hammaga yaxshi kayfiyat, ko'rishguncha deb qo'yishadi. Hammaga rahmat.